YouTube assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun baraban almashtirish ko'rib chiqamiz. Baraban mana charchagan ko'rib turganlaringdek tugagan. Charchaganni shu simptomlari o'sha tormoz berganingizda g'urlagan ovoz chiqadi. G'alati ovoz. Rolga vibratsiya beradi. Pedalga tepadi, oyoqqa tepadi pedal. O'ynaydi, tebranadi pedal. Bosganingizda shunaqa holatlarda baraban charchagan bo'ladi. Yoki o'sha charchamagan bo'lsa ham shildirish kerak bo'ladi. Mana bu baraban shili bo'lmaydi, o'zi o'tgan yillar shildirganman. O'sha tugagan baraban almashtirish kerak. Uni shildirish mumkin, yana hech qancha vaqt o'tmay ishg'olga keladi. Shuning uchun almashtiramiz. Yangilaymiz, hozir yechamiz. Balonni olib tashladim, mana ko'rsatib o'tirmadim. Mana tormozli sistemani bo'yidan yechib turamiz. Vaqtincha. Keyin buni ko'rsatamiz. Mana orqasida boltga keladi, mana shundan 14 bo'shatamiz. Hop, mana supportni boltini mana. Hozir bitta qo'limda video bo'lgani uchun ko'rsata olmayapman. Mana support mana bunday turadi. Qalbdan ushlab. Mana yerdan bitta 14 bolt bo'shaladi mana. Ko'tariladi. Tasini bo'shatish hozir shart emas. Mana endi mana 19 bitta bu yerda mana bor. Shu ikkini bo'shatsak, mana bu korpusi, sistemani mana korpusi olinadi, keyin bemalol mana barabanni ichib olishingiz mumkin. Mana shu ikkita bolt 19. Mana chiqdi hozir. Kelib turamiz buni. Endi barabanni o'zini ko'rib chiqamiz endi. Bu bo'shatamiz. Baqotroq yerga burish kerak ekan. Mana do'stlar bo'shatib to'liq bo'shadi. Endi sekin-sekin urib chiqaradi. Solishtiramiz endi mana. Shuni o'rnatamiz. Yangisi tamom bo'lgan, o'zi yupqalashib ketgancha. Uni shildirgan mana shildirish mumkin, yana yupqalashib ketgan hisobga darrov yana dag'allashadi. Bu qalin yangisi. Bu Xitoyga oldim. 115 ming so'm turar ekan. O'tgan safar bir hafta oldin nari tomonni almashtirdim, mana tomoni qoluvdi. Mana bu ham endi bitdi. Xo'p, buni o'rniga qilamiz, joyiga solamiz. Xo'p, mana joyiga qo'ydim yangini. O'zinikidek plotni tushmas ekan, bu Xitoy narsasi. Ikki tomonidan qotirib tashladim. Hop, endi mana tormozli sistemani stoykalarni joy-joyiga qo'yamiz, mana qotirib. Bitta bolt bilan qotadi. Keyin davom etamiz yana. Mana ikkita boltga yaxshilab yetib olganadi ana. Mana korpus ushlab turuvchi asosiy kolodkani ushlab turuvchi sistema chiqish uchun mana endi bittasi. Tagida bittasi mana qotiriladi hozir. Yo'q, chiqarish uchun bo'shatiladi. Hozir men qotiryapman, joy-joyiga qo'yish uchun. Oxirigacha mana mustahkam qotiramiz. Ondan yumshoq hozir qo'lda qotirib olamiz. Keyin buni qotirgandan keyin mana kolodkani qo'yib turib, mana o'zinanikini qotiramiz, hozir ko'rsataman. Hop, korpus joylab oldim. Kolodkalarni joy-joyiga qo'yamiz mana. Kolodkalarni o'ng chapi bor bu yerda mana. Mana o'zi ko'rinib turibdi mana. Mana o'zidan izi aniq. Bu support mana. Ana tomonlik mana. Support tomonlik mana, chap tomon mana.
Mana o'zi bu tomonniki. Shuni adashtira olmaymiz. O'ng chapi bo'ladi. Buni bu tomonga qo'yadigan bo'lsak, mana qarang. Ikkita tochkasi bor. Ikkita tishi. Mana shu tish qo'yiladi. Bu degani bu tomonniki. Mana bu tomonga qo'yadigan bo'lsak, bu mana tishga tegib qoladi mana u. Ikkita mana asosiy korpusdagi ikkita prislovchi qismi. Shuni hisobiga adashtirolmas kerak. Doira tomoni bu tomonniki. Mana bu tomonniki o'zi. Hop, kalotkani qo'yib bo'ldik mana. Bu shu o'ynab turadi regrovkasi bu. Avtomatik. Endi mana uni tushirsak, endi sig'maydi, chunki oraliq kengaydi, masofa kengaygan hisobiga support bayda qisib turibdi. Mana uni itaramiz orqaga mana. Hozir buni kafni aytira olamanmi, yo'qmi ko'ramiz. Mana kafni oxirgi bordi, qani ko'raylikchi. Mana endi o'tiraga o'tdi. Mana oraliq masofa kengaygan hisobiga mana kalotka ikki chekkaga surildi, kengaydi. Va mana qisib turuvchi support surdim orqaga. Kaftdan sursa bo'lar ekan. Surdim, ba'zi mashina qattiqroq bo'lishi mumkin. Mana endi bosib turib tushirib olamiz mana. Bo'ldi. Mana boltni yaxshilab qotiramiz. Asos ushlab turadi shu. Shu bilan ham masala. Video davom etadi azizlar. Videoning davomi kecha olgandim. Kecha barabarni qo'ydim, sinab ko'rdim. Mana bugun ham sinab ko'rdim. Endi chotki, hech qanday tebranish yo'q, rolda ham vibratsiya yo'q, tormoz berganda. Pedalda ham tebranish, tepish yo'q oyoqqa qarab. Juda zo'r, stabilniy tormoz ham. Oldinroq mana bu bittasini o'ng tomonligini almashtirgandim. Mana kecha o'sha chap tomonligini almashtirib ko'rsatdim. O'sha oldin bittasini almashtirganimda ham o'sha 40% ga yo'qoluvdi, o'sha tebranish, juda kuchli tebranyotdi. Hatto podyomda reski tormoz berganda, kuchliroq tormoz bosganda hatto g'uvurlagan ovoz ham bor edi o'ng tomonda. Shuning uchun uni almashtirdim birinchi, keyin o'zgarish to'liq bo'lmadi. O'sha 50%, 60% baribir tebranish qoldi, o'sha vibratsiya qoldi. Shuni hisobiga ikkinchisini ham almashtirib tashladim. Mana endi tormoz berganda hech qanday muammo yo'q. Yaxshi.